Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Mana bugun shoftorlarimizni ko'rgan keldik. O'zimiz bog'imizdamiz. Uji erta pishar Patagonia, Floriba, yana boshqa navdagi shoftorlar uji ko'ti qorayishni boshladi mana. Uji ko'ti qorayib, sekin uji rang olish jarayoni deyiladi bu hisobda. Uji ko'ti qorayib mana. Xudo xolasa tindaqali yetib borgan yo'q. Bular o'zimiz bog'lar, yosh halanda qol. Bu Floriba sorti. Buni abresga qilmadik. Mevasini ko'ramiz, mevasini bilamiz, mevasidan keyin abresga qilamiz degan maqsadda meva bilan abresga qilmoqchi bo'ldik buni. Mana shu ko'tini ko'ryapsizlar, ko'ti qorayapti. Endi bundagi mevalarga bitta baho berib qo'yinglar. Juda ham yosh hali. Daraxtimiz xudo xolasa 3-yilga qarab ketyapti. Xudo xolasa 4 kilo, 5 kilodan mevalari bor. Har bir tutda endi daraxtlar ichida o'smagani ham bo'ladi. O'sib baquvvat bo'lib ketgani ham bo'ladi. Bularda hali bittasini abreskasini qilganimiz yo'q. O'zimiz xudo xolasa endi qilamiz degan niyatlarimiz bor. Mashitlardan ham odamlarga ko'chatlarga ko'chirib berganmiz. Bilishadi bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz.
Havo eng muhimi havoda deb bilaman o'zim. Bu yilgi iqlimimiz yaxshi keldi. Yaxshi kelganligi sababli hamma voy sersalarimiz ushagan. Mana shular ham ular skina endi gullash davrini jarayonini o'tkazyapti. Hali to'liq gullab bo'lgani yo'q. Bo'ralarni ham hali ushagan yo'q. Bular skina daraxtlari. Bular 4-yoshdan, xudo xolasa, bular tana bo'ylab mana. Tana bo'ylab meva so'yganligi uchun tana bo'ylab qo'yganmiz. Bu daraxt bo'yi men 1.60 bo'lsin, 1.70 bo'lsin, daraxt atak 1 metr ham bas. Mana 1 metr ham emas. Endi ko'pchilik agronomlari aytadi, daraxtni yoshligidan shoxlatib olaylik. Mana shular gul. Daraxtni birinchi yildan shoxlatib olaylik, yoshligida shoxlatib, shoxi kegib qilib olaylik, keyin yaxshi bo'ladi. Shu fikr yaxshi. Hozir katta daraxtlarni ko'rsataman, valovoy sersalarda, shunga qarab o'zingiz bir yechimini topib ko'rasiz. Yoshlik paytida yerda turib terish, shotqu narvon qo'ymasdan terish sxemalaring ancha yo'q bo'lib ketadi. Daraxtlarimiz ba'zi 1 metrga bormagan, lekin gullari bor. Ular endi gullab qurishishga harakat qilyapti. endi bitta narsa ham bor. Bu daraxtga hozir mana 1-2 qarich emas, asli daraxt, lekin tagi bilan 2 yosh. Mana 1 yosh, uji bilan 2 yosh mana ketdi. Bu 3-yillik nimalar ketyapti shoxlar. Bular 3-yilga hisoblanadi. Bular 1 yosh mana. Bu 2-yosh. Shu mana endi bil to'lsa 3 yosh bo'ladi mana. Endi bu mevalar ko'p. Daraxt quvvatini olib qo'yadi. Shoxlar yetkazib surib bera olmaydi. Shunaqa meva olayotgan bo'lsa, bitta ikkita qolgizing. Sortini, nimaligini bilgani, qolganini olib tashlang. Sababini olib tashlamasangiz mevaga kuch beradi, mevaga yetkazadi, mevani harakat qiladi, bular o'salmaydi unchalik. Kimdadir suv kam bo'lishi mumkin, kimdadir suv ko'p bo'lishi mumkin. Bu ehtimol hammani umumiy qilib olganimda shunaqa hisoblayapman. Endi bu o'zimiz bo'yicha qaralgan variantlar. Shunaqa qilib tarbiya qilinglar demoqchi bo'lganim xolos. Mana bu 2 yoshli daraxtga bo'yi 2,5 qarich, 50 sm atrofida. Shoxlash sxemalari yaxshi, zo'r, tagida ham bor, ustida ham shoxlari bor. Buni urindik, kegib qilamiz, daraxtimiz o'smayapti. Endi bular o'sish uchun vitamin sepishimiz kerak. Mana e'tibor qilinglar shu narsaga. Mana shu mevani ushaydi. Buni ushalmaydi. Buni to'kib yuboradi. Bu zaif nuqta. Mana bu ham to'kilib ketar ekan. Ushaydigani usha bo'ldi. Ko'rsanglar o'zi bilinib qolgan ancha-munchasi ham. Mana bitta 3 ta ushayapti, deylik. 2 dan to'kib yuboradi. Baribir to'kib yuboradi. Shunaqa video yoqqan, foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishlarini so'rab qolardim. Xudo xolasa sizlar bosib qo'ygan like'laringga qarab, biz ham kelajakda yana ham foydaliroq, rivojlantiradigan videolarni qo'yishga harakatida bo'lamiz. Mana qulpinoylar.